Menga kelsak, men is qilgan payti onasini bag'riga shoshiladiganlardan emasman. Otasini yelkasiga og'irligini tashlaydiganlardan ham emasman. Yertorlik qilib qolganda do'stlariga boradigan yo'lni ham bilmayman va dardini to'kib solish san'atini ham egallamaganman. Men og'riqni yolg'iz yutadigan, uni sukunat bilan ichiga yashiradiganlardanman va uni soxta kulgular va mahorat bilan o'ynalgan, yaxshi ko'rsatilgan ko'zlar ortiga berkitaman. Agar ruhim to'raysa, og'ir uyqu ortiga yashirinaman. Bu dunyodan qochish uchun emas, balki o'zimdan qochish uchun. Agar sinsam, hech kim sezmaydi. Agar yonsam, hech kim kuyinda hidini olmaydi. Men o'sha sukunatda parchalanadigan va xufiyona o'zini qayta tiklaydigan insonman. Chunki yolg'izlikka o'rganish borlig'imning bir qismiga aylanib bo'ldi.